Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Bugun mana shu darslarimiz bilan umra ibodatiga tayyorgarlik va u yerda qilinadigan ahkomlar va boshqa ishlar haqida ma'lumot berish uchun ushbu video darslikni tashkil qilyapmiz. Inshaalloh barchaga manfaatli bo'lishini Allohdan so'raymiz. Bu birinchi darsimiz kirish darsi hisoblanadi. Bu umumiy darslik umra ibodatiga yangi bormoqchi bo'layotganlar uchun qo'llanma sifatida tayyorlanyapti. Bunda umra ibodatini ahkomlari, ihrom holatlari, Madina va Makka shaharlarida qilinadigan ibodatlar haqida qo'limizdan kelgancha manbalardan o'qib, o'rganib, ustozlardan eshitganlarimiz haqida ma'lumot beramiz. Bu mana shu ibodatni bajarmoqchi bo'layotgan yangi boshlang'ich insonlar uchun qo'llanma hisoblanadi. Agar kimda kim imkoniyati bo'lsa, mo'tabar kitoblarni, arabiy kitoblarni o'qishga imkoniyati bo'lsa, albatta bu darslikdan yuqori saviyadagi o'sha manbalardan bu ibodatni o'rganishini biz tavsiya qilamiz. Bu ishimiz o'sha yangi ibodat qilmoqchi bo'layotganlarga, yangi birinchi marta borayotganlar uchun mo'ljallayapmiz. Umra ibodati boshqa ibodatlar kabi Allohga bandachilikni izhor qiladigan, Allohning huzurida men banda ekanligimni izhor qiladigan ulug' bir ibodatlardan hisoblanadi. Umra so'zi asli lug'atda ziyorat degan ma'noni anglatadi. Bu maxsus makonni maxsus amallar bilan qilinadigan ziyoratga umra ibodati deyiladi. Makka Mukarramadagi Masjidul Harom ichidagi Ka'ba atrofini tavof qilish va o'sha yerdagi Safo va Marva tepaliklarida say qilish va undan keyin soch oldirish kabi amallar majmuasiga umra ibodati deyiladi. Bu ibodat haj kunlaridan, ya'ni har yil bir marta, yilda 5 kun haj kunlari hisoblanadi, Zulhijja oyida. Mana shu kunlardan boshqa 360 kun davomida bemalol qilsa, bajarsa bo'ladigan ulug' ibodatlardan hisoblanadi. Umra ibodatini qilish orqali juda ko'plab manfaatlar hosil bo'lishligini ulamolar ta'kidlaydi. Jumladan insonni gunohlari mag'firat bo'lishiga sabab bo'ladigan bir ibodat. Birinchisi. Ikkinchisi insonni jannatga kirishiga sabab bo'ladigan bir ibodat. Uchinchisi, mana shu ibodat sunnati muakkada hisoblanadi. Umra ibodati, ya'ni payg'ambar alayhisalom qilgan ibodat, payg'ambar alayhisalomning sunnatini amaliyotda jonlantirish hisoblanadi. Ya'ni payg'ambar alayhisalom qilgan, ko'rsatgan, tavsiya qilgan, siz uni amaliy tarzda qilib, sunnatni o'sha jonlantirgan, hayotingizda joriy qilgan bo'lasiz. Undan keyingisi, bu umra ibodati insonni dunyo-yu oxiratda hayotini har bir jabhasida baraka kirishiga sabab bo'ladi. Ya'ni bir maqbul umra faqirlikni ketkazadi, gunohni ketkazadi degan mazmundagi payg'ambar alayhisalomning so'zlari bor. Undan keyingisi duolar ijobat bo'ladi. Duolar ijobat bo'ladi. Va eng oxirgilaridan birisi insonni iymoni kuchayadi. Taqvosi kuchayadi. Tavozi, axloqi go'zallashadi. Ta'zimi, Allohni ulug'lashi o'sha yanada yaxshilashadi. Shuning uchun ulamolar kimki umri davomida biror marta bo'lsa ham imkoniyat topib ushbu ibodatni amalga oshirsa, o'zi uchun dunyo-yu oxirat saodati uchun juda katta manfaatlar hosil qilishligini ta'kidlashadi. Agar kimda kim imkoniyat topa olmasa, u ma'zurdir, ya'ni uzurlidir. Unga hech qanday iqob yoki jazo bo'lmaydi inshaalloh. Shuning uchun bu umra ibodati butun dunyoda qadimdan o'sha insonlar intiladigan, bajarishni orzu qiladigan bir buyuk ibodatlardan hisoblanadi. Bunga albatta bir go'zal suratda tayyorgarlik ko'rib bajarilsa, albatta
manfaati yuqori darajada bo'ladi.